Ketdi. O'quv qurollaringni oldingmi? Hamma narsalaringni oldingmi, o'g'lim? Ha, toy bola. Alo. Sodiq Kamolovich, sizmisiz? Hamma siz aytgandek bo'ladi. Xavotirga o'rin yo'q. Aytilgan summani tayinlab qo'ysangiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'pti, mayli. Sog' bo'ling. Yuring qani o'g'ilcha, ketdik. Ahmadjon uka, sizni maktabimizga chaqirishimizdan maqsad o'g'lingiz sport zalidagi yechinuv xonasida bir bolaning sumkasidan qimmatbaho telefon o'g'irlagan. Hozir ichki ishlar xodimlari keladi. Kiring. Ichki ishlar xodimlari yetib kelishdi. Hozir chiqaman. Ya, o'g'lim, nima uchun bunaqa ish qilding? Adajon, menga o telefon yoqib qoldi. Axir o'zingiz aytdingiz-ku ertalab, har qanday og'ir jinoyatlarni ham oqlaganman. Endi meni ham oqlang. Xalqimiz tarbiyachining o'zi tarbiyalangan bo'lishi kerak deyishadi. Nahotki hayot qonunini, aksiomasini o'zlashtirish shunchalik qiyin bo'lsa, agar ota-ona halol pok yashasa, bu dunyoda hech qachon o'g'irlik, yomonlik bo'lmas edi.